yaponlarda bolaligidan o'rgatar ekan. Всё. Nima yaxshi, nima yomon bolaligidan o'rgatar ekan ularda. Va aytayaptiki, asosan to'g'rini bolaligidan o'rgatar ekan. Qaranglar, 5 yashar bolani kechasi uyg'otib, to'g'risini ayt desa, ugleb o'tdi. Nimada uglebot borsa, hali bola kechasi turib aytib ketaverar ekan 5 yashar. Vaholanki biz vrachmiz, hamshiramiz, biz kechasi va kunduzi so'rasa ham hammamiz hayron bo'lamiz. To'g'rimi? Vaholanki juda ko'pimiz parhezni bir necha marotaba qilib ko'rdik. Men sizlar uchun parhezni foyda zararini o'qib qo'ydim, kerak bo'lib qolsa deb. Parhezda boshlamoqchi bo'lganlar oldin bilim olib boshlanglar. Boshlab olib 1-2 marta qilib ko'rganlar ehtiyot bo'linglar. Nimaga? Bizning tanamiz shunaqa kuchli ekanki, mana bir marta och qolib, yaxshi yemay yurgan bo'lsak, bunday qilib poylab turar ekan. Keyin 2 oydan keyin hali 8 kilo tashodiku, endi biz yeyishni boshlasak, tezda semirib ketar ekanmiz. Buni hisobga olib qo'yinglar. Kelishdikmi? Demak, parhez boshlashdan oldin nima qilar ekanmiz? Bilim olar ekanmiz. Suvni to'g'ri ichishni o'rganar ekanmiz. Parhezni tagini o'rganar ekanmiz va Alloh roziligi yo'lida ana shu Yaponiya metodini qo'llashni boshlar ekanmiz. Biz bugun ham bugungi vaqtimiz qisqa bo'ldi, ham bizni tayyorlanishimiz qisqa bo'ldi, chunki ham o'qishda bo'ldik, ham statistika bir narsalar to'plandi. Vaqtimiz oz qoldi, rejalashtirgan ishlarimiz biroz kam bo'ldi. Shuning uchun shu Yaponiyani JICA metodini bir qator hammamiz tahlil qilib ko'ramiz. Rozimisizlar? Bu agar ishga tushsa, Alloh nasib qilsa, bolaligidan o'rgatib borilganlar bizdaqa 50 yoshida semirdim, ozib ketdim demaydi. Va sizlarning o'zlaring uchun mendan sovg'a bo'ladi. Glikemik indeksi yuqori, o'rta, past oziq moddalar bilan bo'lishaman sizlar bilan va ovqatni to'g'ri tashkil qilib yeyish. Qaranglar, bolani uyg'otib so'rayapti, qizlar. Qaranglar, oqsilda nimaligini so'rayapti boladan. Bola oqsilga boy mahsulotlarni bilyapti. Yetmay qolsa charchab qolishini, ha? Betlariga ajin tushib, hali dieta qilganlarni undaqa bo'lib qolishini aytayapti va oxirida hech qanaqa deyarli muammoga olib kelmaydi deyapti. Davaychi bemalol go'shtlarda yeb qo'yaveringlar. Ha, yesak bo'laveradi. Bu yog' yoki uglebot emas, u semirtirmaydi. Kelishdiga? Ha, mavzu juda katta. Ha. Oddiy uglebotlar, murakkab uglebotlar, ularning parchalanishi, ularning